Usta shogirdlar bor endi bilsanglar. Shuni ustalar bor 10 ta shogirdi bor, bilasizlarmi? Eng qiyini eng kichkina shogirdga. Chunki u eng 10 yo'g'i hali do'konga kelsa sdachaga beriladigan qurtobdan ham 300 so'm arzon 1000 ushtalik shogird bo'ladi. Bunday qarab turib, "Uy, ana bola nima qilyapti mana?" desa, "Shogird u" desa, "Yo'q, qachon tushdi, ko'rmay qolibmiz u. 3 yildan beri mana shu" deb. Katta bola bo'lib qolib faqat. Ismini ham bilmaydi ko'pchilik. Eng qizig'i hali katta shogirdlarga ham o'yinchoq u kichkina shogird. Usta deydi. Yuring, mana ish yo'q bo'lib qolganiga it urishtiramiz deydi-yu. Bizda it bitta-yu, qanday u o'zi bilan o'zi g'alati bo'lib qoladi urishsa. Yo'q, kichkina shogirdga ayindan so'xdi mashi diodik ishandi, hozir perchatkalar bilan tayyor turibdi deydi-yu. Eng o'n ismini ham bilmaydi aytyapman ko'pchilik hali kichkina shogirdim deb qarab turib. Yuring-da siz shogird bola bu katta shogirdlar ichida sizga joy yo'q. Yuring sizga boshqa ish ko'rsataman deb uyga olib kelib, "Mana shu 300 metr devorni shu vaqtga varsiz men qo'lingizdan ish kelib qolganiga ishonaman" deydi-yu. Bu shu vaqtga varaman-u men povurga shogirdga tushganman. Nima foydasi bor bunisi? Siz ish qila oling, abidga zo'r qilib ovqat, torg'iz bilan non.